Assalomu alaykum aziz mening obunachilarim, vatandoshlarim. Bugungi videomning mavzusi juda ham bir og'ir mavzu. Bu mavzu ko'plar bu mavzuni eshitgan yoki da biladi, lekin ochmaydi u mavzuni. Chunki bu juda ham bir og'ir mavzu. Hozir men sizlarga aytib beraman. Yosh bolalarni urish oqibati mavzusi. Bilasizlarmi, men hayotimda juda ham ko'p psixologik travma olgan insonlarni juda ham ko'p uchratganman. O'zbekistonda yashagan vaqtimda ham. Ular doimiy ravishda ruhiy va jismoniy bosim ostida o'sishgan. Shunaqa ruhiy va jismoniy bosim ostida katta bo'lgan. Ular katta bo'lganda ham bu holatni hech qachon unuta olishmagan, to есть esdan chiqmagan shu yoshligida bo'lib o'tgan ruhiy va jismoniy bosimlar to umri mobaynida katta bo'lguncha shularni преследовать, ya'ni birga bo'lgan o'sha fikrlar. Shuning natijasida men o'ylaymanki, bu psixologik travma deyiladi. Shu psixologik travmani orqasidan baxtli hayot kechira olmaydi. Chunki kechira olishmagan, men o'zim o'z ko'zlarim bilan ko'rganman shunaqa oilada katta bo'lgan, o'zimizning O'zbekistonda, o'zbek oilasida katta bo'lgan shunaqa ko'rganman bir nechta insonlarni. Nimagadir bizning jamiyatda bunaqa holatlar norma hisoblanadi. Har doim shunaqa bo'lgan norma. Keling, men sizga hozir hammasini yotig'i bilan aytib, o'zimning fikrlarimda o'zim nimani o'ylasam, shu bilan sizlar bilan bo'lishaman va qanaqadir o'zingiz uchun xulosa chiqarasiz, balki bironta foydali gap eshitasiz, yaqinlaringiz yoki qarindoshlaringiz, farzandingiz bo'lsa, sizga bir ozginagina bo'lsa ham o'ylab ko'rishga imkoniyat bo'ladi deb o'ylayman mening bu video. Primoylarimda ham aytganman, hozir ham bir aytib o'taman. Men O'zbekistonda yashaganimda yosh edim, 20 yosh, 21 yoshgacha O'zbekistonda yashaganman. Shu vaqtlar ko'p ko'rardim farzandlarini urib, kaltaklab tarbiya berayotgan o'zimizning o'zbek oilalarimiz. Urib kaltaklab tarbiya bergandan tashqari katta farzandiga, o'g'liga singlingni qara yoki bo'lmasa singlingni tarbiyasi bilan shug'ullan deb ona shunaqa komanda berganlarini ham ko'rganman. Bitta emas, ikkita emas, tez-tez uchrab turardi tanishlarim orasida ham. Meni fikrimcha, ular tarbiya emas, o'sha farzandni bo'ysundirishga harakat qilardi. Ya'ni mental sindirishga. Sen menga bo'ysunasan, men ota-onaman, meni aytganimni qilasan va meni aytganim bo'ladi deb moralni ezib, bosim o'tkazib, shunaqa bilimi yo'qligi uchun shunaqa tarbiya bergan. Chunki ularning ham ota-onasining ota-onasini ham shunaqa tarbiya bergan. Bu bizning jamiyatimizda norma hisoblangani uchun shunaqa bosim o'stirib tarbiyalaydi. Shu sababli bu bolalarda keyinchalik katta bo'lgandan keyin yoki o'spirin bo'lgandan keyin qo'rqish, o'ziga bo'lgan ishonchsizlik, vahima, yana va hokazo shunga o'xshagan simptomlar paydo bo'lib, shunaqa bo'lib katta bo'ladi. Ya'ni doimiy vahima ichida, doimiy qo'rquv, o'ziga bo'lgan ishonch yo'q. Neuverенный в себе katta bo'ladi, ruslar aytadi. Neuverенный в себе, ya'ni o'ziga umuman ishonchi yo'q. Yana shunaqa ba'zi bir onalar borki, ko'plar onalar yolg'iz o'zlari tarbiya qiladi o'zimizda O'zbekistonda. Yana juda ham bir xunuk gaplarni aytadi yosh bolalarga. Xunuksan, uncha qiyshiq oyog'ing, to'poysan, mana qo'shni bolasi, palonchani bolasi yaxshi o'qiydi maktabda, sen nimaga bunday kichiksan? Yoki hozir yana aytaman. Ularda shundan keyin bilasizmi, atrofdagilarga bo'lgan nafrat uyg'onadi o'sha bolalarda. Hayvonlarga rahm shafqatsizlik uyg'onadi o'shanaqa bolalarda. Ba'zi bir holatda ruhiy kasalliklarga ham uchraydi. 100% unaqa ruhiy kasallikka uchraganlarni ham men bilaman. Bu hammasi o'sha yoshligidagi psixologik va jismoniy bosim o'tkazib, kaltaklatib, bolaga bo'lgan mehr yo'q, mehr bo'lmagan, qisqacha qilib aytganda. To'g'ri, bizni ham urib katta qilgan ota-onamiz, biz hech narsa bo'lganimiz yo'q, balo deb o'sdik deydi-ku, lekin hamma yosh bolaning, hamma insonlarning
psixikasi har xil. Kimdir tentak bo'lib qolishi mumkin, kimdir har xil ruhiy kasalliklarga duch bo'lishi mumkin. Shu narsani nimagadir hozir bilmadim qanday. O'sha men yoshligimda men ko'p ko'rardimda shunaqa maydasini chiqarib urganini, yo akalari, yo otasi, yo onasini o'zi, yo momasi shafqatsizlarcha voydod qilib urgan o'z ko'zimni ko'rganman. Keyinchalik eshitganman shu insonlar qanaqadir g'alati katta bo'lgan, ruhiy kasalliklarga duch kelgan. Ko'rdimda baribir men o'z ko'zimdan ko'rgan eshitgan narsamni aytyapman. Lekin buni odamlar yashiradi. Psixiatr yoki psixolog ko'rigiga borishga uyat qiladi. Sen hozir ular bilasizmi? Ular shunchaki o'shanaqa muhitda katta bo'lgan bolalar robotga o'xshab yashaydi, ovqatlanadi, o'qishga borib keladi, lekin ichlarida quyosh yo'q. O'zlarini baxtli his qila olmaydi. Ular o'zlari ham bilmaydi sababi nimagaligini. Chunki o'sha yoshligidagi olgan travmalarni o'sha bolalar olgan, katta bo'lganda hech qanaqa quvonch yo'q hayotida. Ichida quyosh yo'q, xuddi misol robotga o'xshab yashaydi. Chunki ularni doimiy ravishda o'z onasi yo otasi yo akasi asosan ota-onani juda ham ta'sir qiladi bolaga, yosh bolaga, doimiy ravishda haqorat bilan o'sgan. Doimiy ravishda o'ziga bo'lgan ishonchini yer bilan yakson qilgan bolani. O'zlari bilmagan holda shu to'g'ri tarbiya, bu tarbiya shunaqa tarbiyalash kerak deb hisoblagan, даже xayolga ham kelmagan, что unday qilish mumkin emas. Ertaga bir kuni qanaqa ta'sir qiladi bolamga? Erta bir kun qanday bu inson psixologik travma bilan o'sadi? Chunki bu psixika eng nozik organ. Ko'zga ko'rinmaydi u. Lekin u ham muhtoj, yordamga muhtoj. Chunki o'sha pachag'ini chiqarib bo'lgan ota-onasi. Uni keyin biladi, lekin o'sha kech bo'ladi. O'sha hayotini barbod qilgan bo'ladi o'sha bolani, o'sha ota-ona. Bu bilimi yo'qlikdan bo'ladi ota-onani. Bolani tug'ishdan oldin bironta literaturani o'qib, qanday qilib bolaga tarbiya berishni bilmagan, bilimsizlikdan kelib chiqadi shunaqa tarbiyalagan ota-onalarni, shunaqa farzandlari. Bilasizmi, yana bitta narsani ko'p guvohi bo'lganman. Yolg'iz eridan ajrashib ketgan, eri o'lib ketgan, yo tashlab ketgan, yolg'iz katta qilayotgan onalar shunaqa qarg'aydi bolalarini. O'lib ket, seni tuqqandan ko'ra itni tuqsam bo'lmasmidi? Sen otangga o'xshaysan, sen xunuksan, sen urotsan, seni keraging yo'q, sen tezroq o'lsang eding, borib olib ko'mib kelsanmidim degan gaplar ham ko'p bo'lgan. Uni hozir meni videomda kim ko'rayotgan bo'lsa, tanish voqealar. Ko'p unaqa oilalar. Ming afsuslar bo'lsinki, bunaqa insonlar mutaxassislarga, psixoterapevt yoki psixolog, psixiatrga murojaat qilishga uyaladi va buni or deb biladi. Chunki bizda agar psixoterapevtga borsa, tentak deb tamg'a qo'yishadi. Shunda or bilib bormaydi, natijada yanada baxtsiz bo'ladi. Bu ham bilimsizlikning oqibati, bilimsiz bo'lgani uchun. Aslida shunaqa insonlar shunchalik muhtoj mutaxassisga, shunchalik muhtoj terapiyaga muhtoj. Psixiatr, psixoterapevt, psixiatr dori bilan davolaydi, psixoterapevt gap bilan davolaydi. Butun o'sha yoshligida o'tgan travmalarini olib chiqib, esdan chiqartirib, baxt gormonini qaytarishga harakat qiladi. Men medik emasman, men bilaman aniq. Juda ham muhtoj shunaqa odamlar mutaxassisga. Lekin ota-onalari ko'rsatmaydi. Ota-ona ko'rsatish kerak mutaxassisga, yaqinlari, opa-singillari ko'rsatish kerak. Lekin uni or bilib ko'rsatishmaydi, afsuski. Mana men blogerman. Prямой efirlar qilaman, video yozaman. O'zimizda mana o'zbekgavorящий, o'zbek tilidagi blogerman. Qayerdan kelib chiqadi heyterlar? Baxtsiz insonlar, meni tanimaydi, meni bilmaydi, lekin menga heyt yozadi. Men u insonlardan xafa bo'lmayman. Men u insonlarda ruhiy kasal, yoshligida juda ko'p jabr chekkan, ota-onasi urgan, psixologik to'g'ri va aqlli deb hisoblamayman ularni. Chunki unaqa insonlar kasal insonlar, ularga yordam kerak, ularga rahm qilish kerak. Menda juda ham ko'p heyter, nima uchun o'zbeklarimizda heyterlar ko'p? Chunki ularni maydasini chiqarib, maydalagan ota-onasi yoshligida. Hayotga xafa, hayotdan xafa ular. Keyin nima qiladi? Borib xotinini uradi.
meni ham urgan yoshligimda deb, seni ham o'chini boshqa birovlardan oladi. Endi shunaqalar ham ko'p. Nechtasi o'ltirib beryapti xotinini? Chunki murojaat qilmagan mutaxassislarga, murojaat qilmagan. Qancha odam keyin ularning orqasidan jabr chekadi. Unda bir gap borda, men bekordan-bekorga u mavzuni ko'tarmayapman. Hech qachon uyalmanglar. Miya ham boshqa organdagidaqa organ. U juda muhim narsa kalla. Kalladan boshlanadi hamma narsa. Erta borib birovni qizini o'ltirib qo'yadi unaqa psixologik neurozaversheniylar. Chunki travma olgan yoshligida, travma olgan, davolanmagan keyin. Hammasi keyinchalik u battar bo'ladi. U bolalarini uradi, bolalari ham bolalarini uradi. Undan keyin sog'lom avlod bo'lmaydi-da. Nechta men ko'ryapman, mana ko'rmaslikka harakat qilsam ham o'ldirib yoribdi, xotinini uribdi, maydalabdi, ichuvchi bo'ladi, chekuvchi, narkoman bo'ladi в конце концов. Yo ota-onasiga qaraganda ota-onasiga mehri yo'q, qaramaydi. Nima uchun? Chunki mehr ko'rmagan. Tayoqdan boshqa narsani ko'rmagan u bolalar. Gapirsam bo'lsa gap ko'p. Ba'zi birlari umuman oila qurgisi kelmaydi. Oila xohlamaydi, qanaqa oila? Oila ular uchun bir qo'rqinchli narsa tuyuladi. Ba'zi bir hollarda qaraganda eslaydi u. Hech qanday o'zini esini bilgan katta odam yoshligida qanday o'sganini har qaysi odam eslaydi. Keyin siz ota-onasi qarigan vaqtda mehr bergisi kelmaydi. U har qaysi yegan tayog'ini eslaydi. Qanday qilib urgan odamni sen o'pib quchoqlab mehr berging keladi? Ming ota-ona bo'laversin. Mana juda ham jabr beradi-ku. Qaragisi kelmaydi qaraganda. 100%. Odamlar gapirmasin deb nomiga bir kosa juvundisini beradi boyagi. Sen meni rasvo qilgansan, yondirib yorgansan yoshligimda deb ichida o'ylaydi. Mehr bersang, mehr olasan. Mana bug'doy eksang, bug'doy olasan. Iltimos, agar yaqinlaringiz, farzandingiz, opa-singillaringiz shunaqa holatga tushgan bo'lsa, albatta mutaxassisga ko'rsating. Chunki kasal og'riyotgan odam har doim ham tushunmaydi u bilan nima bo'layotganini, uni his qilmaydi, bilmaydi, что с ним происходит. Понимаете? Kasal odam tushunmaydi, что с ним происходит. Uni chekkadan qarab turgan odam, yonidagi odam bilib, yordam berib mutaxassisga murojaat qilish kerak deb o'ylayman. Bilasizlarmi, meni 100% kafolat beraman, oramizda yurtdoshlarimiz, bizning jamiyatimiz orasida juda ham ko'p unday insonlar, lekin bular yashiradi. Bir maqol bor-ku, kasalni yashirsang oshkor qiladi degan. U o'zida o'zi yaxshi bo'lib qolayotgan kasallik emas u. O'sha vaqtida urib, silkilab, ruhiy bosim bergan bo'lsangiz, endi qutqarish kerak. Yashirmaslik kerak, murojaat qilish kerak, bong urish kerak, yugurish kerak. Shunda siz qanaydir bir yordam bergan bo'lasiz. Aks holda tugaydi hayoti. U hayot emas. Kimdir depressiyaga tushadi, kimdir ko'ngli yorishmaydi, kimdir o'zini topolmaydi bu hayotdan. Hammada har xil pog'onasi bor, psixologik kasallik pog'onasi bor. Kimdadir o'tib ketgan bo'lar, kimdir umuman uydan chiqmaydi, kimdir depressiyada yotadi, kimdir hayotga qiziqishi bo'lmaydi. Uni har xil pog'onalari bor. Qanchasilar uzoqqa cho'zib, orqaga qoldirib, or bilib yashasalaringiz, shunchalik battar bo'lib ketaveradi. Agar siz haqiqatan ham yaqini bo'lsangiz, ota-onasi bo'lsangiz, singlisi, opa-singlisi bo'lsangiz, imkoniyat boricha yordam berish kerak deb o'ylayman men. Ko'pincha qishloq joylarda, mana bu shaharda, balkim shaharda unaqa emasdir, yana ham bilmadim. Qish vaqti uylar sovuq bo'ladi. Ko'pincha bitta xonada pechka yoqib o'tirishadi, 5-6 kishi bitta, butun oila. Albatta yosh oilalar ham 3-4 ta bolasi bor oilalar, 2 ta bolasi bor oilalar ham o'sha bitta joyda yotib turadi. Lekin juda bir qo'rqinchli momenti bor o'sha holat. Shuni aytmasam bo'lmaydi. Shunga ham e'tibor beringlar, qunt qilingizlar. Qishmi u bilmayman, yozmi u yoki sharoiti yo'qmi, nimagadir sharoiti yo'q bo'lsa ham tug'a berishadi. Men u narsani umuman tushunmayman. Er-xotinda alohida yotoq bo'lmasa ham, o'sha sovuq bo'lgani uchun boshqa xonalar oilaviy bitta xonada yotadi-da, 3-4-5 yosh, 6-7 yosh bolalari uxlaydi, hammasi bir joyda. Er-xotin esa o'zini ishlarini qilishadi. Bola travma oladi, bola uxlamaydi, shuni bilinglar kechasi. Shu haqida ham yomon chuqur o'ylanglar.
ota onani qilayotgan kechasi qilayotgan ishlarini bola eshitmasligi ham kerak, sezmasligi ham, bilmasligi kerak. Bolam uxlayapti deb o'ylaysizlar-ku, aslida bola uxlamaydi. U bola ko'zini mahkam yopib hamma narsani eshitib yotadi. Shu mavzuni ham hech kim gapirmaydi, hamma yashiradi. Juda ham e'tiborli bo'linglar shunaqa narsaga. U bola travma oladi. Hech qachon esdan chiqmaydi. Men bu mavzular haqida juda ham ko'p o'qiganman. Вообще men psixologiya bilan interesuyuсь. Men qiziqaman psixologiyaga, yosh bolalar psixologiyasiga, qanaqa qilib bolaga tarbiya berish kerak. Men qiziqaman. Qayerdan kelib chiqadi ruhiy kasalliklar, nima uchun odam baxtli bo'lmaydi, shu narsalarni qiziqib, mana shu hamma ikir-chikirgacha men o'qiganman. Bunday o'ylab qarasam, mana ko'p blogerlarni ko'raman-da. Muhtoj bo'lgan blogerlar ko'rsatadi, mana bitta xonada yashaymiz, 3-4 ta yosh bola yoki bo'lmasa yana ayol beremenniy. U qayerda beremenniy qildi u eri, u xotinda? Tashqarida qishki kunida tashqarida yotmaydi-ku eri bilan. O'sha bolalarni oldida seks qilgan, понимаете? U juda dahshat narsa. Shu narsaga ham ko'proq e'tibor beringlar. U narsa ham travma bo'ladi yosh bolaning psixikasi uchun. Ko'rish ham, eshitish ham mumkin emas yosh bola u narsalarni. Xullas, videomni tugataman. Men shunaqa insonlarga bilasizmi, rahim keladi. Ular o'zini xuddi qozonda mana issiq yog'da qovurilayotgandek bo'lib yashaydi. Ichi yonib ketgan, ichi tugab bo'lgan unaqa odamlardi. Ichi, ya'ni miya bilan bir-ku, o'zini topolmaydi, alkash, narkoman bo'ladi. Shuning uchun iltimos, mavzumning boshida aytdim, yosh bolalaringizni urmang. Iltimos, mehr bering, quchoqlang, o'ping, chiroylisan deng, sen hammadan ham zo'rsan deng, maqtang, o'ziga bo'lgan ishonchini ko'taring bolalarni. Hech qachon boshqa bolalar bilan сравнивать qilmang. Shundagina здоровый psixika bilan, sog'lom ruhiyat bilan farzand o'stirasiz. Ko'p tug'mang. O'shani bitta ikkitaga bir bilim bering, mehr bering. 6 talab tug'ib tashlab hammasi o'zida o'zi katta bo'ladi, bir-biri ukaga qara deydi. O'sha bechora bolani yoshligi yonib ketadi, chunki u o'zi yosh bola-ku, u yoshligini uka tug'ib o'g'irlaysizlar. U ham bola-ku hali, u chaqa qariyman deb tug'ilgan yo'q yosh bola. Uka qariyman deb, понимаете? Yosh bolangizni yoshligini o'g'irlamang. Yoshligini как положено bola o'sish kerak. Yosh bolaning psixikasi juda ham bir nozik bo'ladi. Men ham albatta ko'p xatolar qilganman farzandimni o'stirguncha. Men yolg'iz onaman, o'zim katta qilganman yolg'iz. Meni o'g'lim juda ham sho'x edi. To'g'ri, urganman, urishga to'g'ri kelgan, lekin unaqa beshafqatlarcha hech qachon urmaganman. Ko'tiga shapallab qo'ygan bo'lsam, u ham esa 11 yoshigacha. 11 yoshdan keyin men qo'limda ham tegizmaganman, chunki ayniqsa o'spirinda juda psixikasi nozik bo'ladi. Shu mavzuda sizlar bilan gaplashmoqchi edim. Bu videoga juda ham to'g'risini aytsam, menga qiyin bo'ldi bu videoni yozish, chunki men qandaydir bir tushuntirib yetkazib bera ololmayman auditoriyamga, yo'qmi? Kimki o'zini tanigan bo'lsa, kimki bironta og'ayinsini, qo'shnilarini tanigan bo'lsa, iltimos kommentariyada yozing. Albatta murojaat qiling mutaxassislarga, yordam bering yaqinlaringizga. Ular muhtoj yordamga. Savob uchun ham murojaat qiling. Mayli, sizga baribirdir, sizga farqi yo'qdir ularning hayoti. Lekin menimcha yordam berish kerak. Bo'ldi shu. Like bosing, kommentariy yozing. Men kayfiyatim tushdi, to'g'risini aytsam, shu birinchi marta shunaqa kayfiyat tushirayotgan video yozyapman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. O'zingizga ehtiyot qiling va yaqinlaringizga, farzandlaringizga mehr bering.